Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan stomatit haqida suhbatlashamiz. Juda ko'p insonlar, ayniqsa bolajonlarda ham, yosh kattalarda ham, yosh toifasidan qat'iy nazar, ko'pchilik insonlarda og'iz bo'shlig'ida oqish, karashga o'xshash yarachalar paydo bo'ladi. Bu yarachalarni biz tibbiyot tilida stomatit deb ataymiz. Xo'p, stomatit paydo bo'lgandan keyin insonda albatta har xil muammolar chaqiradi, ya'ni ovqat iste'mol qilishda eng katta muammo chaqiradi. Bundan tashqari og'riqlar bilan bezovta qiladi. Xo'p, stomatitga nima sabab bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda aytilar ekan, turli xil oshqozon ichak tizimidagi bakteriyalar, infeksiyalar hisoblanar ekan. Mana shu infeksiyalarning hisobiga og'iz bo'shlig'ida yaralar, stomatit kabi belgilar paydo bo'lar ekan. Ikkinchisi immun tizimning pasayib ketishi, ya'ni inson organizmida immunitet hujayralar bor, leykositlar, monotsitlar kabi hujayralar bor. Bu hujayralar inson tanasini aylanib yurib, inson tanasidagi turli zararli bo'lgan bakteriyalar va yot jismlar, toksinlarni tanadan tozalab turadi. Mana shu immun hujayralarning kamayib ketishi hisobiga inson organizmida stomatit degan shikoyat paydo bo'lishi mumkin ekan. Uchinchi keltirib chiqaruvchi omil hisoblanadigan bu oshqozon ichak tizimidagi dimlanishlar, yallig'lanishlar, eroziyalar, surunkali shamollashlar sabab bo'lishi mumkin ekan. Demak, uchinchi sababi eng katta ko'p uchrovchi sababi hisoblanar ekan. Chunki oshqozon ichak faoliyatining buzilishining oynasi bu og'iz bo'shlig'i hisoblanadi. Og'iz bo'shlig'ida muammolar paydo bo'lyaptimi, bilingki, sizni oshqozon ichaklaringizda muammolar borligini dalolat hisoblanadi. Bu kasallikda keltirib chiqaruvchi sabablarni bildik. Davolash qanday? Davolashda juda ko'p insonlar qiynaladi, chunki davo chorasini o'tkazganingizdan keyin, og'izdagi yaralarni bitkazuvchi muolajalar qilganingizdan keyin ham ma'lum muddatdan keyin yana odatdagidek paydo bo'lib qolaveradi. Nima uchun? Chunki inson immun tizimini rag'batlantirgan paytimizda, immunitet hujayralar soni ko'paygan paytda yana bu ishlatiladigan hujayralar hisoblanadi. Ya'ni inson tanasi buni sarflaydi. Shuni hisobiga ma'lum vaqtdan keyin immun tizimi yana pasayib, yana paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, yaralarni bitkazuvchi muolajalar qildik, lekin yara bitishi bu kasallikni ildizi bilan davolamaganligimiz hisobiga yana qaytalashi mumkin. Uchinchi sababi oshqozon ichakdagi shamollashlar, oshqozon ichak kasalliklarini davolash juda ham qiyin hisoblanadi, chunki oshqozon ichak kasalliklari birinchidan masofa uzun, 9 metr, 10 metrga yaqin masofa hisoblanadi va u yerdagi barcha yallig'lanish jarayonlarini yo'qotish uchun sizda vaqt juda ko'p talab qiladi va dori-darmonlarni ham ko'proq talab etadi. Mana shuni hisobiga ko'pchilik qilgan davo choralari chala hisoblanganligi uchun stomatit yana qaytalab qolishi mumkin. Mana shu omillarga e'tiborli bo'ling. O'zingizdagi stomatiti bor bo'lgan insonlarga ham mana shu davo choralarini uzoqroq erinmasdan amalga oshirishni tavsiya qiling. Barchaga shifo tilaymiz.